Bugungi obzorimizda Gear Kub 1/1 bo'lsa kerak, menimcha 1/1 deyilsa kerak. Hop, firmasi mana shu firma KY Toys. O aylanishlarni ko'rishlaring mumkin. Shunaqa noodatiy aylanish qobiliyatiga ega bo'lgan kubik Rubik. Hop, buni adashmasam 90 mingga oldim. Uzun marketdan oldim. Bozorlarda yo'q ekan. Shu uzun marketda ko'rib qolgan edim, uzun marketdan oldim. To'g'risi qimmat. Adashmasam bu ozgina qimmat endi. Ja qimmat emas, ozgina qimmat. Hop, aylanishni ko'rdilaring. Shunaqa. Menimcha buni yig'ish nisbatan osonroq bo'lsa kerak. Uchko'chini yig'ish esimda edi, hozir aniq esimda yo'q yig'ish. Bunaqalardan menda 4 xili bo'ldi. Mana ko'rishlaring mumkin. Sferik, uchko'ch, bunaqa sharikli, keyin bunaqa 1/1. Endi buni piramidkasi bor. Shu piramidkasini olamiz, keyin silindri bor edi. Silindrni ham topishga harakat qilaman. Bozorda ko'rganim adashmasam tugab qolmagan bo'lsa, silindrni ham olamiz. Nasib bo'lsa. Agar sizga kubik Rubiklar haqida kontentlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va mana shu videoga like bosib qo'ying. Kubik Rubikga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Sahifamda har kuni kubik Rubiklar haqida kontentlar chiqarib boraman.